Всем салом алейkum. Bugun sizlar bilan Melbet dasturdan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz va 2 milliondan 5 milliongacha bo'lgan bonuslarni beradigan promokodni ko'rsatib yozib o'tib ketamiz. Melbet dasturiga kiramiz. Melbet dasturiga kirganingizda ikkita narsa so'raladi: vxod va registratsiya. Vxod eski akkauntga kirish, registratsiya yangitdan ro'yxatdan o'tish. Bizlar hozir registratsiyani tanlaymiz. И bu yerda 4 ta narsa. В одной клике по telefon, по email, по собственный сайt orqali bizlar aytganimizdek promokodni tezroq tasdiqlash uchun, tezroq ro'yxatdan o'tish uchun va одна klikini bosamiz. Bu yerda 5 ta narsa so'raladi sizlardan. Qaysi davlatda turganingizni, birinchisi o'shani tanlaysiz, ikkinchisi o'yin ichida qaysi valyutada o'ynashingiz va uchinchisi aytganimizdek 2 milliondan 5 milliongacha bonus beradigan promokodimiz bizlarni MT 701 promokodi bo'ladi. Xuddi shunday MT 701 promokodini tasdiqlab kirsak, bizlar 2 milliondan 5 milliongacha bonus birinchi depozitimizga olishimiz mumkin. Va bu yerda qaysi o'yinlarda o'ynaganingizdan keyin depozit qilib, qaysi o'yinlar o'ynaganingizdan keyin shu o'yinlarga bonus olasiz. Bu yerda tanlab kirasiz. Casino va Games sport o'yinlari. Menimcha sport o'yinlarida mana ko'proq bonus yozilgan, 400 dollar yozilgan bu yerda. Va ko'pchilikka udobno bu sport o'yinlari bo'lsa kerak. Sport o'yinlarini tanlaymiz. Bu yerda mana 5-chi so'ralaydigan narsa 18 yoshga to'lganimizni tasdiqlash. Bu yerda sizni tekshirib ko'radi, bot yoki ro'yxatdan o'tyaptimi yoki odamni o'zi ro'yxatdan o'tyapti, o'shani tekshiradi. Bu bizlarda bu yerda akkaunt ochildi. Akkaunt ochilgandan keyin bizlarda mana bu ikkita login bilan parolni skrinshot qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu akkauntdan chiqib ketganda bizlarga kerak bo'ladi kirib olishga. Skrinshot bo'ldi va bizlarga mana akkaunt ochildi. Bizlarda bu yerda birinchi bo'lib qiladigan ishimiz boyagi promokodga bonus olish uchun depozit to'ldirishimiz kerak. Bizlarda o'zi depozit to'ldirish uchun mana o'zi kartalar so'rayapti. Xohlagan mana shu yerda Rossiyada bo'lsangiz, shu Rossiya kartalari chiqdi. Agar O'zbekiston tanlab kirgan bo'lsangiz, O'zbekistonda kartalar chiqadi. O'sha kartalar orqali mana ro'yxatdan o'tganingizdan keyin hisobingizni to'ldirasiz. Va bu yerda kriptovalyutalar ham bor. Kriptovalyutalar orqali ham hisobingizni to'ldirsangiz bo'ladi. Bizlarda bundan keyin ko'rib chiqadigan narsamiz hisob to'ldirilgandan keyin mana bu ID degan joy. Profilga kiramiz. Profilga kirib, birinchi o'rinda to'ldiriladigan narsamiz mana yerda email, nomer telefon olaymiz, parol. Xohlasangiz agar o'zingizga kerak bo'lgan, esda qoladigan parolingizni yozasiz. Bu yerdan lishni danlilar to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ism, familiya, qaysi shahardasiz, o'shalarni to'ldirasiz. Bu yerga o'tamiz. Birinchisiga. Bizga o'tganimizdan keyin mana yerda o'zi ketdi. Общий qilib to'ldiramiz. Pasport, serial raqam, общий hamma raqamlarni kirgizasiz. Общий danli registratsiyaga o'tasiz. Bu hech qanaqa ziyoni yo'q. O'zingizga naborot foyda kattaroq summa yutganingizda qiynalmasdan pul chiqarishingiz uchun. Takrorlab o'tamiz. 2 milliondan 5 milliongacha bonus oladigan promokod, bonus beradigan promokod bu MT 701 promokodi bo'ladi.